Endi trendda yumaloq emas, to'rtburchak uzun tortlar. Tayyorlash jarayoni bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Katta yumaloq tortdan ko'ra buni tayyorlash ancha oson. Oddiy listga ko'pgina shunaqa biskvitlardan pishirib olasizlar. Menda bu klassический ichiga makam qo'shilgan. Albatta pishgan biskvitni kamida 3-4 soatga xolodilnikka solib, strechlab, o'rab qo'yamiz. Yumaloq tortdan yana bir farqi, buni sloyi ko'proq bo'ladi. Shuning uchun biskvitni 2 korj emas, 3 korj qilamiz. Mening eng sevimli qaymoqli morojniy kremim sostavida faqat qaymoq va sgushenka. Propitkasiga esa shunaqa sut ishlataman. Qaranglar, krem qanaqa quyuq, zo'r bo'lib chiqadi. Nachinkasiga ko'pgina banan bilan karamel qildim. Banan karamel juda ham bir-biriga zo'r aytadi. Va ustidan albatta yana sloy krem qilish kerak. Bo'lmasam biskvitlar ajralib qoladi. Ustini strechlab, xolodilnikka kamida bir kechaga stabilizatsiyaga olib qo'yamiz. Xolodilnikka alohida qo'ysak ham bo'ladi va albatta morozilka emas, xolodilnikka qo'yamiz, chunki morozilkada bananlarimiz qorayib qoladi. Keyin esa shunaqa katta podnosga o'tkazdim. Podnosga e'tibor beringlar, bu penoplast emas, buni men отдельный mebel sexdan zakaz qilganman, chunki tortimizni vesi juda ham og'ir. Bu tortning uzunasini qancha uzun qilsanglar shuncha zo'r chiqadi. Bu eng kichkina varianti. Yumaloq tortda yana bir farqi, to'rtburchakni tekkizlash juda ham qiyin. Ayniqsa burchaklarini chiqazib olish. Tekkizlashga o'zi kamida yarim soat vaqtim ketdi. Men birinchi shunaqa meshokda chiqazib olib, keyin уже tekkizlayman, shunda qulayroq. Bezagi ko'pincha lambet stilida bo'lyapti va men ham lambet qildim. Yulduzcha va barg nasatkalarini ishlatdim. Dekorimiz yanada nejniy chiqish uchun shunaqa bantiklar ham qo'shdim. Tort muzlab qolmasligi uchun morozilkamni eng past nomiga sovutadigan rejimiga qo'ydim. Ustini kelin-kuyovning xohishiga qarab to'y jarayonida yoki bu yoqda alohida o'zingiz bezab qo'ysangiz ham bo'ladi. Sizlarga bu video foydali bo'lgan bo'lsa, oldindan like, repost va kommentlar uchun rahmat.